Hozir biz Sayram ko'chasidamiz. O'ng qo'limizda Korzinka Sayram, chap qo'limizda Mirzo Ulug'bek Energy. Bizning obyektimiz esa orqamdagi binoda joylashgan 8-qavatida. Hozir chiqib YouTube'ga birinchi video obzorimizni qilib beramiz. Qani ketdik. Avtorskiy proyektimiz 62 kvadrat metrdan bo'lgan, o'zida bitta oshxonasi, gostinaya, spalnasi va ikkita sanuzyuli bo'lgan obyektimizni obzorini qilib beramiz. Hozir prixoshkadan boshlaymiz. Kirib kelishimiz, klientimizning ikkita talabi bor edi. Bu uyni yoki arendaga beraman, yoki bo'lmasam sotib yuboraman degandilar. Ha, aytgancha, oxirigacha videoni ko'radigan bo'lsangiz, klient nomerini opisaniyada qoldiramiz. Birinchisi prixoshkaga tushamiz. Prixoshkaga tushganimizda birinchi bo'lib e'tibor bergan narsamiz bu bizni konsolimiz. Albatta, kirib kelganingizda birorta joyga sumkangizni yoki bo'lmasam telefoningizni, kalitlaringizni qo'yadigan joy bo'lishi kerak. Kalitni qo'yganingizdan keyin bemalol o'zingizni to'g'ri obzoringizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa kirganingizdan keyin ostonada o'tiradigan joy bo'lishi kerak. Oyoq kiyimingizni yechib, yo bo'lmasam kiyib chiqib ketish uchun. Bilasiz, prixoshkada albattagina kayfil qo'llaganligingiz ma'qul. Nimagaki ertaga mokro zona bo'ladi va bu yerda ko'pincha namlik bo'lishi mumkin. Endi prixoshkada e'tibor bergan bo'lsanglar, elektrikani atlidan shkafni ichiga joylashtirib olganmiz. Stobuk nazar ostida turmasligi uchun. Endi kelinglar, eng zo'ri bu bizning kuxnyamiz. Kuxnyani obzorini qilib beraman. Kuxnyamiz chiroyliligini qaranglar. Menimcha uyni bekalariga juda ham yoqsa kerak. Har bittasi akkuratni ishlatilgan. Ha, aytgancha buni o'zimiz borib, rangini, buni kayfillarini o'zimiz tanlab berganmiz. Eng qizig'i esa rakvinasi. Rakvinada 4 ta pulni funksiyasi bor. O'zini bitta atikot yuvadigan mevalar uchun bor, alohida filtr uchun bor, alohida milo uchun bor, suvimiz uchun bor, jiddiy milo va alohida stakanimiz uchun bor. Va o'zini bitta yana katta smesитель ham bor. Texnikalari уже qo'yilgan, har bittasi texnikasi bor. Barishni banan, вытяжка, mikrovolnovый shkaf va духовой shkaf. Eng qizig'i esa hammani ustida ko'rsatmasligimiz uchun kotelni esa tartibli qismga joylashtirib ketganmiz. Полностью sirkulyatsiyasi tashqariga chiqib ketishi uchun. Bu yerda mebel hali полный olib kelinmagan. Bizning proyektimiz bo'yicha shu yerda sидячий zona bor, stollar va katta stol. Keyin zakazchikda yana bitta talabi bor edi. Menga proyektimga televizor qo'yib ketinglar oshxonamga. O'tirganimda qanaqadir narsa o'ynab turish kerak uyda bekasida deganimda, televizorda esa to'g'riga kichkinagina formatda qo'yib ketishini sразу же oldindan o'ylab ketganmiz. Prixoshkamizda sizlarga dizaynini ham qo'llab ketaman. Proyektimizda eshiklarimiz do потолка edi va ozgina shoshilganligimiz uchun eshiklarda обычный standart formatda qo'yib ketdik. Endi gostinni ko'rsatib ketaman sizlarga. Bu bizning gostinimiz. Sizlarga yana bitta eng mazza qilgan joyimizni ko'rsatadigan bo'lsam, mana buni qaranglar, chiroyligini shahar qo'l ostonada polni ko'rinib turadi. To'g'ri, bitta kranlar turibdi-yu. Mayli. Proyekt ishlaganda boshlaganimizda klient bilganmiz-ku bu uy sotiladi yoki bo'lmasa arendaga beriladi va aniq emasdi kim uyni sotib olishi yoki bo'lmasa arendaga turishi. Shuning uchun gostinniy qo'llanganda va o'tiradigan zonasi esa transformer bo'ladi. To есть u bittada kровать bo'ladi va bittada mehki zona divan bo'ladi. Shu nazarini ostidan bu yer gostinniy bo'lib chiqqan va o'zining shkafini ham sразу же qo'llab ketaverganmiz. Mabodo ertaga spalna bo'ladigan bo'lsa, детский bo'ladigan bo'lsa, o'zini do потолка bemalol katta shkafi ham bor. TV zonasi bilan birgalikda. Konditsionerlarimiz qo'yilgan va ataydan gostinniga biz domofon ham qo'yib ketganmiz. Ertaga mabodo gostinniy bo'ladigan bo'lsa, uyda xonadon egasi dam olib o'tirganda bemalol ko'rib, kim eshikdan kelganligini ostonasidan ko'rib turib, ochish uchun. Endi yuringlar, men sizlarga sanuzyolni ko'rsataman. O'zining alohida dushovoy kabinasi bor. Dushovoy kabinada ham har bitta proyektimizga biz turadigan sovun uchun podstavka bo'ladi, shampun uchun, sovun uchun podstavkalar bo'ladi. Ertaga bu sizga juda ham qulayligini olib kelish uchun. Va o'zining rakvinasi bor, unitazi bor. Endi men sizlarga obyektimda eng yoqadigan xonani ko'rsataman. Bu esa master spalna. Mana bunaqa ko'rinishda birinchi ahamiyatga beradigan narsani qaranglar. Mana bu devorda qaslarga ko'rinishi mumkin va bu devor emas. Proyekt ishlashni boshlaganimizda birinchi ahamiyat bergan narsamiz, bilamiz biz o'zbekmiz va ko'pincha bizga shkaf kerak. Va albatta spalnaga bitta kattagina shkaf qo'llab ketganmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu shkaf devorning ichida turgandaqa turibdi. Bu birinchi joyi. Endi ikkinchi joyni ko'rsatadigan bo'lsam,
shkafni joylashtirganimizdan keyin atayidan biz uni раздвижной qildik. Sababi распашной bo'lganida mana bu yerda turadigan podstavkaga tegib qolardi va noqulaylik paydo qilardi. Ikkinchisi edi. Uchinchisi rosa bosib qotirgan narsasi esa o'rtadan rigilimiz kattamachasi o'tib ketgan edi. Rigilimizda ikkita yechimi bor edi. Birinchisi patologni polni bu tarafini ham va u tarafini ham splashnoy tekis yopib yuborish. Unaqada patologimizning bo'yi ancha pastga tushib qolgan bo'lardi. Ikkinchisi esa patologni polni ochish. Biz ikkala taraflama kombinировать qilib mix qildik. Bir tarafini tushirdik, podsetkani o'tkazdik, ikkinchi tarafini tevaga berdik. Xuddagina ob'yom bergandek o'xshab chiqdi. Atayidan bilamiz endi uyda bekasiga alohida рабочий stol kerak bizga. Tualetniy stolik deydi, make-up stolik deyishimiz ham mumkin buni. Va bitta TV zonaga ham rechniy panel bilan rozetkalarini, ko'rsatuvlarini, internetlarini chiqarib ketganmiz. Bu master sanuzel ko'rib turganlaringdek va kechasida foydalanish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, uzoqqa bormasligingiz uchun prям spalnani ichida qo'llab ketganmiz. Bu bizning YouTube'da birinchi полный obzorimizda va sizlarga yoqqan, yoqmagan joylarini kommentariyada yozib ketinglar. Ha aytgancha klient nomeri mana bunga telefon qilaverasizlar. Ko'rishguncha, xayr.